2006 sevgidan kuygan chiya bo'ri jaqiyman. Menda kibr yo'q. Chizib ko'rsating qaramasam. Qanday jirishim kerak hozir? Shu bilan keta olasizmi? Chun olasizmi? Ha, yaxshi xotiram yaxshi. Sizda qoladimi? Ha, esim zo'r. 10 kunlik nesan eslab qolaman. Unda bunday qilamiz. Hozir Ya siz yo'qamiz. ha, mana. Ko'rsingiz, quloq soling. Moshi kaltni ham chizasizmi? Ha, kaltim bilan chizaman. Moshi kaltni ham qo'lim ham chizim, moshini tishmay qoladi. Qo'lim ham chizib ko'rsam. Mato qo'sh narsa qilmaydi. Qarang. Hop. Hozir bu yerda bo'lsangiz, siz katta yo'lga chiqasiz. Maxus TV barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizmi? O'piyam budjetga ovoz berganmisiz? Yo'q, hali bermaganman. Bitta ovoz berib 100 ming so'm bo'ldi ovoz berish. Ovoz yig'amizni. Taniki olim, bunaqa qilishingiz g'alati emasmi? Tanidingizmi meni? Yo'q, taniganim yo'q. Men 2006 sevgidan kuygan chiya bo'ri jaqiyman. Nima? Jaqi ismim. Hop. Voy kulgilimi? Maqsadingiz ayting. O'piyam budjetga ovoz berib yuboring bitta. Shu bilan ketasiz? Yo, men ketaman. Siz bilan boshqa ishligim anaqa mana kerak yo'q. Kerak emas, men ovoz beraman. Shunday beraverasiz. Yozing. Yozdim. Nima deb yozing? To'xtang, men o'zim yozaman. Men buni ushlab turing telefonimni. Men buni yozaman. Hozir. Yo, unaqa qaramay. Qochib ketmaysizmi? Voy, iPhone'ligingiz bormi sizni? iPhone'ingiz bormi? Ismingiz kim dedingiz? Madina. Tanishib qo'ya qola olmaymizmi? Yo'q. Yo'q, hozir. Yo'q. Gruppamiz nomi Qulburun yo'llari. Men ketishim kerak-da. Shoshyapsizmi? Ha, конечно. Voy, ozgina anaqa turliga deylik. Mayli, tezlashing faqat. Anaqada men uncha anaqani bilmayman-da, rus tilini. O'shanga O'zbekcha gaplashmoqmiz kerak. Bo'ldi, mana men o'z berdim, bo'ldi mana. Bo'ldimi? Ha. Qarang opa, men hazillashdim-da. Men просто Tashkentda mana shunday jirish kerak deydi, shunga shu jiruvdim-da. Uni Tashkentlik deb Kim aytdi sizga bunaqa yurish kerak-da? men Tashkentlik bo'lmoqchi edim-da. Hozir endi siz menga ana bitta yo'lni ko'rsatib beralasizmi? Hazillashuvdim men to'g'risi. Yo'lni? Ha. Qayerga? Ana Qoraqamishga borishim kerak-da. Qoraqamish? Ha, qanday borsam bo'lar? Qoraqamishga hozir bu yerdan katta yo'lga chiqasiz. Aha, katta yo'lga chiqaman. To'xtatasiz-da, Taksi. aytasiz. O'ng tomondan to'xtatasiz. Mana bunaqa aylanib o'tasiz-da. Qarang, men hozir sizga borishda ham unday qildim-ku. Ha. O'zi men anam yaxshi ishlamaydi-da, xotiram o'chib ketadi birdan-birdan. Shuni chizib ko'rsatalasizmi menga? Qo'ying, aka. Yo, to'g'risi mana men chakka olasizmi? Chakka. Nima u? Chakka sotyapmiz-da. Yo'q. Hisobinchi. Hisobini ham sotamiz-da. Hisobini chakka sotqali ko'di Tashkentga. Yo'q. Qo'yam tanishib. Shu chizib ko'rsatolmaysizmi? Yo'lni. Kibrmisiz? Voy, yo'q. Nima deganingiz? Endi Tashkentda qizlar hammasi kibr deydi-da, yo'lni chizib ko'rsatmayapsiz-ku, chizib ko'rsatadi. Ya men bunday o'tirib chizib ko'rsatdim, men sizga to'g'risini aytyapman. Ya mana mashina siznikimi bu? Ha? Ya mashinam bor deb boyman deb o'ylayapsizmi? Boylar kibr bo'ladi lekin. Voy. Boylarda kibr bo'ladi lekin. Yo'q, menda kibr yo'q. Chizib ko'rsating qaramasam, qanday jirishim kerak hozir? Shu bilan keta olasizmi? Chun olasizmi? Ha, yaxshi xotiram yaxshi. Sizda qoladimi? Ha, esim zo'r, obshi. 10 kunlik nesan eslab qolaman. Unda bunday qilamiz. Hozir Ya siz yo'qamiz. ha, mana. Ko'rsingiz, quloq soling. Moshi kaltni ham chizasizmi? Ha, kaltim bilan chizaman. Moshi kaltni ham qo'lim ham chizim, moshini tishmay qoladi. Qo'lim ham chizib ko'rsam. Mato qo'sh narsa qilmaydi. Qarang. Hop. Hozir bu yerda bo'lsangiz, siz katta yo'lga chiqasiz. Bunaqasi o'ng tomondan, keyin aylanib o'tasiz. Keyin taksi to'xtatasiz. Qayerga borishim kerak dedingiz? Qayerga borishim kerak dedim? Voy! Uyingizni bilmaysizmi? Uyingizdan chiqib ketar dedim-ku, bilmay qolaman. Qayerga borishim kerak dedim men.
voy o'tiring ketdim o'zimga borib Olib qo'yaman. borib qo'yasizmi? Ha, pasportingiz bormi? Pasportim bor. Uchastkovoyga chiqamiz agar. Yo. Familiyangiz chiqadi. Qora qamishgacha olib ketasizmi? Qora esladingiz, Aha. alda bosmi? Yo, men xotiram uchib ketdi. Mashinangizni olib borib qo'ying qora qamishgacha. Olib borib qo'yasizmi? Alaykum. Checha yaxshimisiz? Checha yaxshimisiz deyman. Checha degani erim ham urishmaydigan, eri gap qaytarmaydigan qizlarga aytadi-da. Siz turmush qurganmisiz? Meni erim yo'q-ku. Eri yo'qmi? Nechinchi yilsiz? 18. Otingiz kim? Nigora. Jomon chiroyli ekan, otingiz, Nigorani tuyg'ulari shu kunlarda sollov, Nigoralar o'zi aldoqchi bo'ladi, Alloh. Men artistman-da. Ha, to'ylar qo'shiq aytaman-da. Artist. Qara, o'zi undan maqsad qishloqqa bitta uda jo'natishim kerak-da, bitta uda olib beralasizmi meni? Az manorga egam berdi degan oshnam ham ko'zimdan u qayergadir ketib qolibdi-da, meni bitta uda olib jang, bitta udaga. O'sha jo'natishim kerak-da. Oyponiz bormi? O'sha ko'rsam bo'ladimi? Bir ham ushlab ko'rmaganman, oypon qan. Nechisi bu oypon? 13. Boymisiz checha? Boylar oypon bular-ku. Yomon ishqim ketdi. iPhone bor. Menda iPhone emasda, meniki Samsungda. Mana shuni bitta video olib meni. iPhone ushlab turib olsam bo'ladimi? iPhone bor ekan deb o'ylayapti. iPhone qo'limga ushlab tursam bo'ladimi? Bunday qilib gapiraman-da. Siz meni olib qazib bitta qo'limda ushlab turaman. Yo, men shu turibman-ku, men video olg'izcha qochib ketmayman. Bitta video olib yo, bunday to'g'risi o'g'irlab ketmay, o'g'irlamas. Mana endi iPhone bir niyat qildim-da, meni ham iPhone bo'lsin deb hammaga. Buni ushlab turaman, mana shu yerda turaman, ketib qolmayman-ku. Mana shu yerda turibman. Men turibman, siz turibdi-ku. Ha, mayli, bitta video olishga. Bitta video jo'natdim, bo'ladimi? Bitta video olib janqa. Video kirdimmi? Ya, chiqaman-da. O'rningizdan turib oling, o'tirib olsangiz xona tushib qolaman-da. Mana hozir yangi olgan kiyimlarim ham ko'rinmay qolar keyin, hammasi. Ya, kibrmisiz? Men simaydi puli ko'p, iPhone borlar o'rnidan chiqamaydi-da, siz boymisiz deb. Chiqib olib jang, ha, shunday. Sarma? Jasmina, qandaysan? Yaxshimisan? Meni taylab ketuvding, esingdami? Men hozir Toshkentga kelib qiladigan narsami, checha bu? Meni Toshkentga kelib zo'r bo'lib ketdim, bilasizmi? Hozir iPhone oldim, bitta mashina oldim, pulim oshim ko'p bo'lib ketdi. Esingdami? Biz ham muhabbatimizni bir kunlik orpaga olmoqchidik. Sardorlar orpa berganda Sardorni yaxshi ko'rib, checha nimaga ustidan qilyapsiz meni? Men Jasmina degan qiz meni taylab ketganda alam qiladi-da menga, tushunasizmi? Bir kunlik orpa uchun meni taylab ketgan. Sardor bir kunlik orpa otasidan qarzga bergan, keyin meni taylab Sardorga turmushga chiqib ketdi. Hozir men baxtsizman, tushunasizmi? Men o'zim uchun kurashyapman. Siz meni sizdan qilyapsiz-da, to'g'rimi? Video olayotganingizda. Olyapsizmi o'ziga? Jasmina, bilaman, buni ko'ryapsan, lekin afsuslanasan, endi kech. Bilaman. Baribir ham meni tanlaganingda nima bo'laydi? Endi siz qilyapsiz odamisiz. Üstünden kilib jabsiz-da, amanolarim kilib o'tib ketyapti. Hamma meni üstünden kilib o'tib ketyapti. Siz meni videoga kilmay turing, ha? Mana shunday qilaman. Boshla. Bitta qo'shig'im bor, ya, qo'shig'imni olsam men ovozga jo'nataman-da. Qo'shiq eshitasiz, men yo'q qo'shiq aytaman-da. Go'zalim bir hafta men bilan qoling, bir hafta bo'lmasa 5 kun qoling. Kilgili qo'shiqman, checha, ovozga baho bermaysizmi? Yoshligimda to'lka men ana cho'jan tuxumini ichganman yoshligimda. Ovozim shirali bo'lsin deb. Ovozim shiraliga o'xshayapti. Siz barisidan qilyapsiz-da meni. Aytmangiz bor deb qilyapsiz, to'g'rimi? Odam xafa qildingiz-da, endi men ko'nglimni ham sindirdingiz. Bilay olasiz, gapirganlarni olasiz. Olmam bu deb. Kibr ekansiz, men tilpanishdan meni video olmang, bunday oladigan bo'lsangiz, odam ahmoq qilib bunday bo'lmaydi-da qiz bola degan. Siz men
Ya nima hali qilganni qoltirib kelyapsiz, nima qoltirib keladigan ish bu endi. Xafa qilyapsiz, meni ichimdan kelyapsizmi? Men tushunmayapman sizni. İsmingiz kim edi? Nigora. Odamlar olmaganmi sizni? Ana men bu yerda kamera borda, prank edi. Shunday qo'li ko'tarib qo'y. Bu prank edi. Qo'li. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Checha yaxshimisiz? Ha? Checha yaxshimisiz deyman? Checha? Ha. Nimaga checha? Anada chiroyli qizlarga checha deydi bizda. Yo'q. Yaram bozor aytib turdim-da. Nima qilib yuruvdingiz? Yaram bozor aytib turdim, yaram bozor. Ha. Shu yaram bozor aytib tursam bo'ladimi? Yo'q. Yaram bozor aytib turibman. Bitta eshitib ko'rasizmi yaram bozor? Nima qilaman? Shu ana Ramazonga yaram bozorda Ramazon aytib turibman. Mayli. Ha, jutalaman, ulungizni ko'taraman, ulungiz zotini yesib qo'ying. Ulung zotini yesib qo'ying, mashina zotini kavish qo'ying. Yaram bozor, yaram bozor. Yana bitta bor-da, yana bitta aytaymi? Nima shu? Ya yana bitta bor. Osmonda oy ko'rindi, shu kabish egasi hammadan boy ko'rindi, yaram bozor, yaram bozor. Bo'l. 100 ming bersangiz bo'ldi. 100 ming bersangiz bo'ldi. Pulingmi hali? Ha, bittasi 50 mingdan-da. Yana bitta bor xohlasangiz. Salom. Men 150 ming bo'lib ketadi-ku. Assalomu alaykum. Bizlar keldik. Ramazon yo'lini izlab keldik. Achonda pul, karvonda pul, chiqara qoling 500 ming pul. Oh, 100 ming bo'ldi-da endi. 150 ming? Ha. Unaqa pulim yo'q. Ya endi berasiz-da, men endi aytib bo'ldim-da. 150 ming nima berishim? Men aytib bo'ldim-da endi. Men shunday 5 ming yetmaydi. 150 mingdan 5 ming edi. Yo 100 ming bo'ldi-da, 100 ming berishingiz kerak-da. G'alati. Nima? Nima oyoq kiyimsiz qashva? Oyog'im shundan o'tadi-da, zalga boraman-da, ana shuni oyoqda o'tadi. 100 ming berjam menga endi men aytib bo'ldim-ku, siz ana deramizlar. Naqd pulim yo'q. Mayli, karta bo'lsa ham olaveraman men. Kartam yo'q. Yo bilmayman, men endi berdim, men aytib bo'ldim, bilmayman endi aytib bo'lgandek unday qilmang-da siz. Aytishni oldin aytishingiz kerak pul. Nima shunday qimmat maoshingiz bor, nima pulingiz yo'q bular? G'alatimisiz? 1 minut o'tgan. Ochkangizni to'taqsam bo'ladimi? 150 ming berjarasiz-ki. Arzoni qana? 100 ming berjang mayli menga. Semodan zakaz qildim. Mayli, osmondan zakaz qilmasa men pulim berjang. Sizga ham zakaz qilib beraman. Yo'q. Pulim berjang. Yo'q pulim. Birov haqi jigal uyolmaysizmi? Nima haqingizni yedim men hozir? Hozir men sizga yaram bozor aytib beryapman. Mashina qimmat maosh minjirsiz. Men iPhone'ingiz bor ekan. Kimniki? Odamniki. Mayli, adangizdan apiring. Adangizni telefon qilib, 100 ming telib berar kartangizga. Kiltimga kirsangiz resepsiyonga Qiltin sizlarkimi? Odamniki. Pulingiz ko'p ekan-ku, 300 ming berasiz demasa, qiltin sizlarki bo'lsa. Ahmoq qilmang, odam sizni. Bizaniki bo'lsa 300 ming bo'ladimi? Ha, pulingiz ko'p ekan-ku. Yo'q, hammasi kredit. Mayli, nima bo'lsa men pulim bering, men bo'lsa ketmayman, shu yerda turaveraman men. Men pulim bering, men bilmayman. Siz aytdingizmi, men aytdim, to'g'rimi? Aytgandan keyin pulni berish kerak, unday qilmash kerak. O'zingiz aytaman dedingiz-ku. Ha, aytaman degandan keyin pulni berish kerak-da, men sizga nima osmon yerdan chiqqan qo'z qaramanman sizga. Aytgandik. Siz zo'r-ku, hozir ikkitasiga yana borsangiz 600. Yo'q, hammaga ham bora olmayman-da men. O'zimga joqqa odamlarga boraman. Ya unday qilmang, men mashinangiz qimmat mashin-ku. Engizdan olib bersangiz ham bo'ladi, mayli, engizgacha boraman. Engizgacha shu yoqqa chaydang, engizdan olib olamiz. Aydang engizga, engizdan olib olaman. Engizdan olib berasizmi? Yo'q, pul. Ya siz bering bo'lsa menga. Qani bo'lagingiz menga? Uni olaman men. 100 ming rozi bo'ling menga. Qanqaydingiz bormi? Maydan bor, bering. Sizlar chiqaring. Bering. Oho. 1 2 3. Na ko'zi tegmasinmi birov pulga men. Qatdan shuncha pul. Qarang, buni ham olib eshiting. Yana bitta aytib beraman. Otingiz kim? Otingiz kim? Otingiz ayting, men pulni qaytib beraman. Otingiz kim? Go'zal. Go'zal tuyg'ular, shukunlar, Alloh, go'zallar kabish minadi, Alloh. Endi rachibmizmi? Yo'q, men eshitganim yo'q. Eshitganingiz yo'qmi? Yo'q. Bering meni. Qarang, bu prank-da, men pranker bo'l. Shunday qo'li ko'tarib mana shu kameraga. Odam boshigansiz. Assalomu alaykum. Kecha yaxshimisiz? Kecha.
Ha. nima degani checha? Otimizni bilmayman-ku, shunga checha deydi-da bizda. Akram aka aytdingiz, do'stam bog'li Akram aka otini bilmagan qizlarga checha deydi ekan-da. Siz Botir aka singlisi emasmi? Kim bu? Go'shtchi Botir aka. Qanaqa go'sht? Amerikada hozir pura deb yuribdi. Ha? Bu mol sizniki-mi? Ha? Mali bu. Qarang buni, bolani bittasi katta, bittasi kichkina ekan, ha? Razmeringiz nechi? Sizniki-chi? Mening mashinam yo'q-da. Ya ahmoq qilyapsizmi odam? Yo'q. Telefon qilsam bo'ladimi? Nima qilasiz? Akamga qilishim kerak. Aka, qancha gaplashasiz? Bir minut gaplashaman. Oypanmi? Oypan-ku. Yo'q qiling. Otingiz kim sizni? Voy, otimni nima qilasiz? Ya qiziqdim-da, siz uni Gulmira o'xshay qolasiz. O'xshamayman hech kimga. Kim o'zi u? Kimdan edi? Sultonning ukasi, Sultonning Yo'q, ukasi. tanimayman. Sulton Pirchin sotasiz, tanishmi? Yo'q, tanimayman. Qarang, men hisobini sotib qolibdim-da, hisobini olmaysizmi? Ha? Hisobini. Nima u? Hisobini, kirjuvadigan hisobini sotamiz-da, optim. Sabun. Ha. Yo'q. Olmaysizmi? Yo'q. Anachi? Shokoladchi. Ora shokoladdan sotyapmiz. Ana oxiri 27 da chiqmayapti-ku bundan. Nomerlarni bilmasam, men qayerdan mandan chiqadi? Samsungda oxirini tersa chiqadi. Bu iPhone. iPhone'da chiqmaymi? Yo'q. Bu yer qayer o'zi? Oybe. Ha, Cristiano Ronaldo aytgan joy shumi? Ana katta bolalar turadigan joy Oybi deb Cristiano Ronaldo tanisizmi? Voy, tanimayman hech kimni. Ya siz nima qilib bundan neqtilar? Meni ahmoq qilasiz. Bilmayman. Asabimga tegayapsiz. Nima bu signal chaldi? Bilmayman, ketmoqchi, shoshyapti bu ham. Qarang, bu telefon ana bir bahana aytdi, hozir qilib berib turing, uyga ketib olay. Qayerga ketasiz? Chirchiqqa. Hech pul kerak. 500 ming berib turing. Yo'q, unaqa pulim. 400 ming berib turing. Yo'q uncha. Ya nima bu joyda tura olmaysiz? Ichingizda qirtimiz bormi sizning? Ya kibirmisiz? Katta qirqa. Ya chiroyli gaplashing, meni tanidingizmi? Yo'q. Men Taysonmi? Do'stim, Brusining bitta gapi bor, do'stim. Suv kabi bo'l degan gapni eshitgansizmi? Yo'q. Eshitmaganmiz. Siz bilan tanishsam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Na? Telefon so'radingiz berdim. Pul so'radingiz yozib berdim. Nima qilishim kerak hozir? Tanishim mana. Yo'q, tanishmayman. Men sizni bir ko'rganda suyib qoldim. Yo'q, men sevgi berdi yo'q. Nima bor? Sevgi bilan yuqori to'ymaydi. Pulim ko'p mening. Yo'q. Pulingiz ko'p bo'lsa nima bilan pul so'raysiz? Hazillashdim-da. Yo'q. Men qarang, mahrga 50 ta chiqarib beraman. 200 ta ho'kiz beraman mahrga. Kerak emas. Mol bodan boshqa yana mashinangiz bormi sizning? Yo'q. Afsus. Sizga olib apiraman. Jilik voygingina apiraman. Tanishsangiz. Yo'q. Ishlarsiz kerak emas, tinchlik kerak. Meni olib borib qo'yasizmi Chirchiqqa? Olib borib qo'yasiz. Qo'rqaman sizdan, hozir. Kibr ekansiz-da? Kibr bo'radi, emas. Yo'q. Olib borib qo'ymaysiz-ku, Molibo'ga o'tirish juda ham orzu qildim-da, Molibo'ga bir meni. Siz voy, ho'kizlar nimadirlar aytib u qayerda u? U uydada. Qara, men yarim bozor aytish bilaman, yarim bozor aytib beraymi? Ha? Yarim bozor aytib beraymi? Nima? Yarim bozor. Yo Ramazon. Ha, Xo'p. yarim bozor aytib keldim, mol. To'xta. Keyin o'rniga nimadir berishim kerakmi shunda? Yo'q. Pul berasiz faqat. Yarim bozor aytib keldim, eshik. Aytmayman, pulim yo'q. Men boshini aytib qo'ydim, bo'lmasa shu 10 ming bering. Yo'q. Tash pul qilib ketaman-da. Yo'q pulim. Tirikchilikda jiribman men ham. Nima tirikchilik qilasiz? Shu yarim bozor aytaman, pul olaman odamlardan. Aytib bering, yaxshilab aytib bering. Yarim bozor aytib keldim Malibongizga Qo'chqordagi o'g'il bersin beshigingizga, keyin otini jintira qo'ying yoki bo'lmasa kabobot qo'ying, yarim bozor. Maylimi? Kilgilima shu endi, kilgilima. Ya nima qilyapsiz? Mindirasizmi mashinangizni? To'g'ri kelgan odam qayerda? Men to'g'ri kelgan odam emasman. Men sizni birinchi marta ko'rib turibman-ku. Mayli, orqada ketaman, mayli oldida Yo'q, ketmayman. nabarat orqa xavfli. Yordam qiling, iltimos sizdan. Nima yordam qiling? Hech bo'lmasa ana o'sha metroga chopib borib qo'ying, metroda Metro ketaman. yo'q, bitta. Qayerdaligini men bilmayman. Men bilaman. Qayerda metro? Chilonzorda. Voy. Siz Oybekda turibsiz, Chilonzor qayerda, Oybek qayerda? Bo'lmasa Yunus Rajabiyga taylab keting. Yo'q, bilmayman men otlarni.
Jaloliddin menga bir parkga taylib keting. Voy, bilmayman. Bilmaysizmi? Abduqodir Husanov taniysizmi? Taniyman, hech kimman. To'yi bo'layotgan Voy, 27. ketish kerak. Qayerga? Men uyimga ketishim kerak. Men taylib qo'ying. Assalomu alaykum. Tanishingizmi? Yo'q, qattan taniyman. Bilaman. Pul berib turaman. Ko'cha to'g'ri kelgan odam bilan Ya siz men to'g'ri odamman, men sizga odamgarchi yuzasidan gapiryapman. Siz nimaga menga yetib kelyapsiz? Nima xohlayapsiz? Kibrmisiz yo? Yo'q, nima xohlayapsiz? Mindiring mashinangizga. Mashinamni. Mingim kelyapti. Voy xudo, keyin. Shu taylib qo'yish shunchalik odamzodda yaxshilik qiladi, shu yerga taylib qo'ysangiz bo'ladi. Voy, yuring, hop. Taylib qo'yasizmi? Siz Ispan nevarasizmi? Ispan nevarasizmi siz? Yo'q, adashdingiz. Rayhonga o'xshayapsiz-da. Yo'q, adashdingiz. Ispan nevarasizmi? Yo'q. Telefon qo'ysam bo'ladimi? Mashina sizniki? Ha, meniki. Qop bo'ldi, masin qilaman. So'ti jamay qana? Yonadi? Sharq number necha? 2244. 2244. Sharq number chiqamizda. Yo'q. Qanday menda sizni tanishingizni nomeri saqlanib bo'lishi kerak. Kelib chiqish kerak. Uni taniysizmi Sharqni? Yo'q, taniyman. Nima taniysiz? 700 ta ho'kizi bor-ku uni. Kimni nimasi bor? 700 ta ho'kizi mana 30. Ho'kizi? Ha. 35 ta qo'chqari ham bor-da. Yo'q, taniyman. Oyog'im tamir tortishib qolibdi. Ko'p uxlasam uni qilibdi. O'sha bir ko'p uxlamanni shunday qolibdi. Ko'p uxlasangiz shuna bo'ladimi? Ko'p uxlasam Odam qichiydi. ko'p Ko'p nima bo'ladi? ko'p uxlasam oyog'im qichib qoladi. Ko'p uxlamni. Qayerdansiz? Andijon. Andijondanmi? Chorini taniysizmi? Andijonlimi? Yo'q. Yo'q, uni Akramni-chi, Do'sonbog' o'g'li. Andijonlimi? Yo'q. Yo'q, qarang, Akram tanimasangiz tanimang bor-ku. Futbolga boradi. Umuman o'zi kirsib olib bormaydi. Birovlar kirsib qolsin, kiyib o'ynaydi. Kecha men kirsib qoldim, kiyib o'ynab jirtib qo'ydi Akram. Birovlar kirsib qolsin, kiyayotgan jirtibdi. Tushunasizmi? Mana shunday bitchi. Yo'qim bor, miji ham bor, miji. Birovdan pul olibdan bermay ketadi. Alloh jira odamlar. Tanisizmi? Taniysiz. Siz kim tanimayapsiz? Andijonliklarni taniyman. Ha, siz Andijondanmi dedingiz? Otingiz kim edi? Rashida. Rashid? Rashida. Ha, Rashida. Necha yilsiz? 22. 2002mi? 2002 bizlardan kim bor edi? Bizlarda 2002. Sizlarda- Qadrning ukasi bor edi 2002, keyin Sizlardan hech kimni tanimayman. Andijondan taniyman. G'ofur akam qizini taniysizmi 2002? Andijonlikmi? Yo'q. Yo'q, tanimayman. Ha, taniysizmi? Ha, bo'lmish, turmas pul bormi? Shundoq ko'ring bilamiz. Ko'plar iPhone oladidan kreditga oladi, biz ham kreditga olganmiz deyapti. Biz ham qaraman kredit. Kredit jama ko'rasiz. Ana, nima bo'ldi ekan? O'rnaka boya bizlar ishlar nima bo'ldi? Xudo xolasa. Ha? Nimaga unday bo'ldi u? Voy xudoyim, nimaga? Nimaga aka, nimaga shuni siz nimaga qaramadingizmi? Kim qaradi unga? Kim? Aka bo'ldi, hozir men kallam bu yerda emas, keyin telefon qilaman aka, sizga iltimos. Ya aytolmayman-da. Endi nima bo'ladi ya? Tinchlikmi? Nima bo'pti? Biror yordam kerakmi? Yordam ham berolmaysiz-da. Butun taqdir, butun hayotim hal bo'ldi. 35 yillik kutgan orzuyim amalga oshmadi. O'qishga kirdingizmi? Ya undan oldin 27 kirdim, undan oldin nima qilganman-da, men tushunasizmi uni? Nima bo'ldi? Xo'p, aytasizmi? Hech kimga aytmaysizmi? Yo'q, kimga aytaman? Ya siz hozir men taqdirimda men sizga aytib qo'ysam, ertaga hamma joy og'zi bo'lib ketmasin deyman-da, tushunasizmi? Uni To'xtang, unda Instagramga olaman. Xallishyapsizmi? Sizni kim taniydi, meni kim taniydi? qarasa qanday olib bilmayapman. Chorlar xo'rozi mana Ispan dakani urish kerak, chorlar xo'rozi turib qo'yibdi Ispan dakaniga. Qanday normalmisiz? Hozir men biron nima bo'pti debman, hayotingiz uydagilar biron nima Hayotiy bo'ldi-da bu. Bir qanday xo'rozni gapiryapsiz?
hozir? 370 ming turib qo'ydim men, 370 ming tikuvdim bunga. 370 mingmi, 370 ming dollarmi? 370 ming so'm. Presni sotganman, chakkini sotib qo'lni tikkanman men unga, tushunasizmi? Kecha temirdan sotdim, uyda temirlarni, eski temirlar sotganman, shuni qo'lni tikuvdim men. Siz kelganingizdami bu birodar hayotim, siz kelganimi hozir? Birodar hayot emas. Bu mening hayotim. Xo'rozni hayoti hal bo'ldi. O'zi bekorga aytmagan, qiz bolaga dardingni aytma, aytsang ham keyin esdan chiqib ketadi degan. Sizga kelgili emas bu, nimasi kelgili odam? Xo'rozni gapiryapsiz-da. Nimani gapiryapsiz? Uspokоиться qiling. 370 ming ekan u. Berasizmi? Ha, beraman. Bering 370 ming. Kartangizni ayting, tashib beraman. Kartam yozib, telefon berasizmi? 98 olmuş. Xo'roz deysimiz hozir. Ya pul talep berasizmi? Tashib beraman. 98 olmuş. 15 nurda. Bekmadan. Ha, shunday. Telesmi? Tutay. Bitta kamera borda, men blogerman. Assalomu alaykum, chicha. Yaxshimisiz? Bitta rasmga olib qo'ying. Nega? Abi sog'idan yangi kiyim kiyib ko'mni. Nima olishim kerak rasmga? Oho, muncha kibr ekansiz. Bir joyga jiyilib qolmaydi-ku. Bitta rasmga olib bersangiz. Nima qilasiz, opa? Yo'q. Nima qilasiz? Ya odam ustidan kelayotgan bo'lsangiz, olman rasmga. Nima odamlar yerdan chiqqan qo'ziqarmi sizga? Kulasiz biroz. Boshidan turing. Endi o'tirmayman, endi turkab turaman. Ham asabga tegma, asabga tegma. Men ya keldingizda men endi rasm tushmayman bu yerda. Mana hamma olti baqiraman endi anishdi. Va odamlar mana rasm bitta oljan desam olmayapti. Yo'q, qani, asabimga tegma. Hozir otaveraman telefoningni. Bo'ldi, yetar. Bizni yosh bola deb o'ylashyapti. Ha, anoda men Toshkentdaman, anoda. Dumaloq bor-ku, dumaloq. Girtning oldida mashina. Ha, bo'ldi. Ha, bitta qiz iltimos qilib ana qilyapti, rasmga chirib qo'yin deyapti, shu qiz hozir rasm chiryapti meni. Bo'pti, toshna. Emas, odam ustidan keladi dedi. Jab bo'pti, to'g'ri aytibdi ammangiz. Bitta olib qo'ying bo'pti, mayli. Juda odam o'tirib olganda endi men tirkagan paytda Sevmam emas rasmga. Asabim o'ynayapsiz. opa, barku, menga qarang. Go'zallik o'tkinchi, erkak kishining omadi bilan o'ynashsangiz o'ynashing, men mana o'ynashmang, opa. Kanini erik hayda. Bitta rasmga jirdim ola, shunday ko'rishamiz shu kunlar. Bo'pti. You serious?